Men hali xalq artisti unvonini olishim kerak. Biz o'lmadik oyijon. Demak bomba kichkina bo'lgan. Voy, eshigimizga hech narsa qilmabdi. Demak uyimiz baquvvat ekan oyijon. Uyim olganman-da. Qani? Oyijon. Quti turibdi-ku. Portlab ketmabdi u. Shu paytga uyimizga mehmon kelganda shu narsalar bo'ladimi, aytganlar. Oyijon, bomba portlamagan bo'lsa unda nima portladi? Dilbar! Dilbar! Necha marta aytganman, suvni oldiga vilka bilan felni tiqib ketmaganda. Voy bolam, voy. Oyijon, Xudoga shukr, bolam tirik qolibdi. uyda yolg'iz kinosidagi to'kirgan aktyor bor-ku, o'shanga o'xshab qolibdilar. Voy kelin, necha marotaba sizga aytdim a. Kino kasalligingizni to'xtating deb. Voy to'kirib bo'lmagan bolam. Bombani tagida o'lasanmi? Endi biz bilan birga. Oyijon, bu ham bir baxt. Bitta hit kinosida ko'rganman. Shunda butun oila birga jon berishdi. O'g'illar, qanaqa bomba? Voy bolam, eshigimizni tagiga bomba tashlab ketdi. O'zim ko'rdim, qop-qora kiyingan odam katta qutiga bomba tashlab ketdi. Baringlar. Yo'q,